Hello obunachilar, sizlar bilan men Steve Minecraft, ya'ni Abror Minecraft. Bugun biz Skyblock o'ynaymiz. Va qani hozir bu yerdan chiqib narsalarimni yo'qotib yuboraman. Keyin boshqa g'orda o'ynayman. Chunki bu yerda ozgina o'ynab qo'ydim. Videoga olish esimdan chiqib ketibdi. Uzr sizlardan. Hozir boshqa g'orga kiramizda, keyin yana boshlaymiz. Obunachilar, sizlar uchun men harakat qilaman. Bir kunda 2 ta video qo'yaman. Tezroq obuna bo'linglar. Yo'q, boyagi joyimga kelib qolibman. His bo'lar yo'q, boyagi joy narsalarimdan. Va boyagi g'orga kirib qoldim. Men brat o'zi qimmat narsa sotar ekan. Bitta tangaga nechtadir anoga короче toshga narsalar berar ekan. U bo'lmaydi. Ashya qimmat. Yani nima qilaman? Ketdim uni ko'rib boshqa g'orga. Sizlarni qiziqtirgan holda. Aytib qo'yay, bu challenge-ni bitta minus tarafi bor. O'lsam tugaydi bu challenge. Obunachilar. Va ketdim men. Men shorga kiraman. Va buning nomi Advanced Skyblock ekan. Tushib ketish bo'lmas ekan qilibdi. Bu ana o'lganga hisoblanmaydi. Endi boshlanyapti deydi. Bu hisoblanmaydi. Keyingisi hisoblanadi o'zi obunachilar. Bu hech bo'lmadi deb tasavvur qilamiz. Boshladik. Endigina ochdik Minecraftni biz. Endi boshladik. Va Skyblock o'ynaymiz. Daraxt sindiramiz. Let's go. Sindir. Steve Minecraft, ya'ni Abror Minecraft kanaldasizlar. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Qanchalik ko'p obuna bo'lsanglar, bizning videolarimiz sifati va videolar ko'payib ketaveradi. Biz boshqa youtuberlarga o'xshab obunachi ko'p bo'lgandan keyin videolarni to'xtatib qo'ymaymiz. Biz oxirigacha dalchi bosamiz. Bir kunda 2 ta videolar qo'yib, 3 ta videolar qo'yib. Davay, bu yerdan chiqib ketish ehtimalim bor. Shunga taxta yasab, taxtadan tushib olaman. Davay, let's go. Va bo'ldi. Ana brat ustidan tushamiz. U brat anaqilarim-kan, urmasmi-kan ustidan tushsak. Tasavvur qilib obunachilar ustiga tushdim, urtashyapti meni. Yo'q. Qani bu nima sotar ekan? Obsidian o'tsa, arman. Lekin bizga kerak bo'lmaydi. Men buni qo'yib sakrasam nima bo'lar ekan? Amakka. Bu sizam sakrab o'ta olar ekanman. Obunachilar, oson bo'ldi. Beryo'zi oq daraxtni ham sindirib olamiz. Let's go. Ana oltilarni ham olamiz hali. Davay. Let's go. Va daraxtni oddiy daraxt olamiz va versak yasaymiz. Keyin aytga qurib ketaveraman. O'sha temir ham bor ekan kakrash. Qurishni boshladik. Bloklar qo'yilib ketdi bug bo'lib. Bo'ldi. O'zi tushdik. Birinchi bu kirka yasab olamiz. Hali kirka yasamagan ekanman. Kirka yasaymiz. Va temir qaziymiz. Temir emas. Tosh qaziymiz. Tosh qazib bo'lgandan keyin temirni bosamiz. Va endi toshli kirka ham yasaymiz. Keyin temir olamiz. Temirni eritgandan so'ng biz oltin olamiz. Davay. Shu bilan kuchayib ketaveramiz. Va zombilar spam botdi o'zi ancha-muncha. Qilich yasab olish kerak. Oltinlar qayerda edi? Ha, ekan. Oltinlar uchun ana kerak, temir.
Kirli kirka kerak. Hozir ozgina tosh qazib olaylik. Tosh kerak bizga, ko'p tosh kerak, obunachilar. Juda ham ko'p tosh kerak. Tosh kerak. Obunachilar, давайте tezroq bo'laylik. Tosh qazib olamiz. Bitta-bittalab. Va endi qilich yasab olamiz. Qilich yasaymiz. Pechka yasaymiz. Keyin ko'mir yo'q, lekin taxtalar bilan eritsa bo'ladi. Eritamiz. Tezroq erisa yaxshi bo'lar edi. Tezroq bo'l. Bu video tugagandan keyin yana video olish kerak bo'ladi. Va let's go. Tezroq obuna bo'ling, like bosing, kommentariyalarningizni yozib qoldiring. Obuna bo'ling, eng muhimi obuna bo'ling. Obuna bo'lsangiz ota-onangizni yaxshi ko'rgan bo'lasiz. Obuna bo'lgan odam eng zo'r odam hisoblanadi. To'g'rimi? Ha. Obuna bo'ling. Va verstak sindirib olamizda. Endi hali qilichimizni ishlatib bo'lmasdan yangi temir qilich yasaymiz. Temir kirka yasab oldik va endi oltinlarni birin-ketin olib olamiz. Va qazib olamiz oltinlarni. Oltin. Oltinlarni tezroq olib olamiz. Tezroq tosh qazib olamiz ozgina. Endi bizga ko'mir kerak. Ozgina qolganda tushib ketardim, keyin challenge tugardi. Tezroq. Biyomga o'tib olamizda qayerda ko'mir borligini ko'ramiz. Ko'mir ana bu biyomda bor ekan. Demak, o'sha orolga hujum qilamiz. Ya'ni egallab olamiz. Va bo'ldi. Bu orolga o'tib oldik. Daraxtlarni qazib olaylik. Bizga ko'proq daraxt kerak. Chaqmoq chaqotdi. Chaqmoqlar chaqotdi. Crafting table'da tapor yasab olamiz. Daraxt yo'qmi? Bitta cho'pon yasab bo'lmas ekan. Demak, bitta daraxtni chopib olamiz. Va undan cho'p yasaymizda toshdan kirka tapor yasaymiz, obunachilar. Obuna bo'linglar. Like bosishdan esdan chiqmasin. Tapor yasadik, yaxshi. Tezroq qilamiz ishni. Va toshlarni daraxt chopamiz, beryozani ham chopamiz. Esimizdan chiqmaydi hech qanaqa daraxt qolib ketmaydi. Ya'ni bu oroldagi. Bo'ldi. Yana bitta olib ketibdi. Bo'ldi endi. Endi esa ko'mir olamiz. Ko'mir qaysi tarafda edi? Qarab olaylik. Ko'rdim, bo'ldi. Ko'mirlarni bu kirkada ham sindirsak bo'ladi. Nima tezroq qaziymiz. Ko'mirlarni qaziymiz, oltinlarni pishirib olamiz. Bu anavi Nickni ko'rsangiz yana bitta o'yinchi bor deb o'ylamanglar. Bu anavi sotuvchi. Mana ko'mir tushsa pastga tushib ketadimi u?
Ha. Topdim. Endi tepaga chiqa olamiz. Tepaga chiqa olamiz. Yer bor ekan, yerda chiqamiz va biz oltinlarni eritib olamiz. Tezroq yeringlar, oltinlar, tezroq. Tezroq bo'lsa, hamma narsa tez bo'lib ketadi. Biz katta bo'lib ketamiz. Va keyin biomga hujum qilamiz. O'rgimchaklar keyin piramidaga borishga harakat qilamiz. Piramidada juda xavfli moblar bor. Judayam xavfli. Bu yerga boribman, lekin yarmini ko'rmayapman. Agar piramidadan tirik chiqa olsam, u yerga ham borishim mumkin. Men u piramidadan tirik chiqa olmayman deb o'ylayman. Chunki u yerda judayam ko'p monstrlar bor. Creeper bitta portlasa, men pastga tushib ketaman. Yoki shu zahoda portlab ketaman. Oltinlar pishib bo'ldi. Hammasini yig'ishtiramiz endi. Verstakka ham olamiz. Endi manba orolga boramiz. Tezroq boramiz. Let's go. Va endi toshdan ishlatamiz. Tepaga chiqib olamiz va sразу o'rgimchaklarni spawndan uzamiz. Bitta o'rgimchak tushiraveradi. Yo'q ekan. Tezroq spawnlarni sindir. Spawnlarni sindirdik. Yaxshi. Va bu yerda hech narsa yo'q ekan-ku. Narigi orolga o'tib olish kerak. Lekin piramidalar orol juda xavfli. Juda xavfli. Chunki u yerda ancha-muncha narsa bor-da. Juda xavfli. Endi nima qilamiz? U yerda o'lib ketish ehtimolimiz ko'pdir ekan. Hamma joyni ko'ramiz. Nimadirlar bormikan ko'ramiz. Yaxshi bola yo'q. Narigi joyga boramiz. Piramidaga o'lib ketishimiz ehtimoli ko'p, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Lekin piramidadan qo'rqaman, chunki moblar asha ko'pda. Creeper bitta portlasa ham ketib qolaman. Pastga qarab uchaman. Va daraxtimizdan ishlatamiz. Bo'ldi. Sholamiz, ketdik. Chiqib olamiz. Va chiqdik. Creeper! Mana, aytgan